Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli muhtaram aziz qarindoshlar, biz tuvanda Falaq surasidagi tajvid qoidalarini bayon qilib o'tamiz va diqqat qilishga tegishli o'rinlarni eskartib o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Bu Falaq surasi Qur'oni Karimdagi 113-sura bo'lib, Makka da nazil bo'lgan suralarning qatoridan 5 oyat 23 kelime 71 harften terkip topgan bir sure. Bu suredeki tecvid kaideleri tüvendikçe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah'deki B harfini yumuşak telaffuz kılımız inçke. Bis ile olmaydı. Allah degan kelimedeki lamni inçke okuyumuz. Bu lafz-ı celalının aldırık harf zırlık boğallığı için. Bismillahi okulish olmaydı. Bismillahi deb hani kanani o'rtasidan chiqarib o'qish bo'lmaydi. Kanani oxirgi tarafidan chiqaramiz. Bismillahi. Ar-Rahmandagi alif lam idg'am shamsiya harflari. Şuna bu lam okunmaydı. Ra'nı qalin elip okuyumuz. Ar-Rah şekil haleti qalin elip okuldu. Ha'nı kanını otursun çıkarımız. Ar-Rah mimnin üstündeki kısa elipni iki hareket inçike süzüp okuyumuz. Ar-Rahmani Ar-Rahim diyendeki elif lam idgam şemsiye harfi oğalığı için lam okulmaydı. Ra zeberlik oğalığı için kalın elif okuyumuz. Arra okuş olmaydı. Han kanının ortasını çıkarımız. Arrahi ya medde tabi'i oğalığı için iki hareket miktarı sözümüz. Arrahi mimni sakin kılıp toxtsak iki hareket miktarı kısa halette, 4 hareket miktarı oturhalı halette, 6 hareket miktarı uzun halette süzüp okuş oldu. Çünkü bu yerde madde arid oldu. Eğer Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi rabbil felak deb Bismillahirrahmanirrahim'nin ahirida to'xtamasdan keyindeki surega ulab etib kelsak, o vaqtida iki hareket miktarı kısa halette süzüp okuyumuz. Kul degan kelimedeki qaf harf isti'la bo'lganligi uchun ham pastki bo'lganligi uchun 3-chi darajada qiyinroq elib o'qiymiz. Qul lam harfini mudratmaymiz. Qul o'qiymiz. Qul hamzini kanayning oxir qismidan chiqarib o'qiymiz. Buni ayn qilib olish bo'lmaydi. Qul a qilib olsak bo'lmaydi. Qul a'uduk aynni kanani o'tirsini chiqaramiz. Vav harf mat yani madda tabiiy bo'lganligi uchun ikki harakat miqdori so'zimiz. Qul a'u zalni tilimizning uchi va üstü udul tishlar orasidan chiqaramiz. Qul a'udhu Qul a'udhu Qul a'udhu deb o'qisak bo'lmaydi. Bi robbil falaq kelimasidagi ro zabarlik bo'lganligi uchun buni qalin o'qiymiz. Biro birab o'qish bo'lmaydi. Ba tashdid bo'lganligi uchun ba uchuq holatda o'qiladi. Birombin deb duma qapirsak bo'lmaydi. Bi robbil al falaq degandek alif lam bu yerda izhar qamariy harfi bo'lganligi uchun lamni ochiq o'qiymiz. Oxirdagi qafda qalqala qilib to'xtaymiz. Yani to'xtaganda bu yerda qaf sakin bo'lganligi uchun qalqala harfi qalqala qilib to'xtaymiz. Qul a'udhu bi robbil falaq. Min sharridagi nunni ixfa qilamiz. Min ne qilish bo'lmaydi. Min sharri. Ra zilliq bo'lganligi uchun
inchik o'qiymiz. Ham ikkil ra'ni to'ldirib olamiz. Min sharri, sharri o'qisak bo'ladi. Min sharri. Ma xalaq, ma kalimasidagi alif lamni ikki harakat miqdori inchik suzib o'qiymiz. Xo harf isti'la bo'lganligi uchun qilin olamiz. Ma xo, xo. Ma xalaq. Qab to'xtasak qalqalar bo'lganligi uchun ham isti'la harfi bo'lganligi uchun qilin ilib qalqala qilib to'xtaymiz. Min sharri ma xalaq. To'xtamasak qalqala qilmaymiz. Va min sharri degan nunni ixfa qilamiz. Va min sharri degannikida tashdidlik hamzirlik bo'lganligi uchun bu yerda ra'ni inchik olamiz. Sharri, 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 sharri deb birinchi qilib birinchi qamsa qilmaydi. Tashdid karib cho'qim ikki qatim o'qiladi. G'osiqindagi g'o harf isti'la bo'lganligi uchun buni qilin olamiz. Alifni ham qilin olamiz. Chunki alif harf isti'la qo'shilgancha qilin o'qiladi. G'o, g'o, g'a o'qisa bo'lmaydi. G'o, g'osiqin. G'osiqindagi qafdagi tanvinni izhor qilib o'qiymiz. Chunki bu tanvindan keyin izhor harfi bo'lgan hamza kelgan. G'osiqin, g'osiqin o'qisa bo'lmaydi. G'osiqin. İza ve qab. Hamzani kanayning oxirgi qismidan chiqaramiz. İza qilib en qilsa bo'lmaydi. İza zalni tilimizning uchi ustida tishlar orasidan chiqaramiz. İza g'osiqin iza va min sharri g'osiqin iza va qab. Qaf harf isti'la bo'lganligi uchun qilin olamiz. Va ba sakin qilib to'xtasa qalqalar bo'lganligi uchun qalqal qilib o'qiymiz. İza va qab. Va qabba qilib tashdid qilib olsa qilmaydi. İza va qab. Va min sharri. Bu yerdagi nunni yana ixfa qilamiz. Va min sharridagi ra zirliq bo'lganligi uchun inchik o'qiymiz. Sharri. An-naffasatu dediki alif lam bu yerda idg'am shamsiya harfi bo'lganligi uchun alif lam o'qilmaydi. Nun tashdid bo'lganligi uchun g'unni chiqaramiz. Va min sharrin fadiki qisqa alifni ikki harakat miqdori so'zimiz. Sadiki qisqa alifni ikki harakat miqdori so'zimiz. Va min sharrin naffasati fil uqad. Al-uqad kelimesidagi alif lam izhar qamariya harfi bo'lganligi uchun bu yerdagi lam uchiq o'qildi. Lamni mudirta olmaymiz. Aynni karaning o'tirisini chiqaramiz. Qaf harf isti'la bo'lganligi uchun qilin olamiz. Dalni sakin qilib to'xtasak bu yerda qalqala qilamiz. Fil uqad va min sharrin naffasati fil uqad. Va min sharridagi nunni ixfa qilamiz. Chunki sakinlik nundan keyin shin ixfani harfi kelgan. Sharri dekarra zirliq bo'lganligi uchun inchik o'qiymiz. Sharri. Ha'ni kananing o'tirisini chiqaramiz. Buni ha qo'shilgan alifni madda tabiiy bo'lganligi uchun ikki harakat inchik alat so'zimiz. Ha, hasidin. Daldagi tanvinni izhor qilamiz. Ya'ni va min sharri hasidin. Chunki tanvindan keyin izhor harfi kelgan. İza zalni tilimizning uchi va ustida tishlar orasidan chiqaramiz. İza'dagi zaldan keyingi alifni inchik ikki harakat miqdori so'zimiz. İza hasad. Ha'ni kananing o'tirisini chiqaramiz. Dalni qalqala qilib to'xtaymiz. Va min sharri hasidin iza hasad. Bu surada o'xshash yerdan 4 yerga diqqat qilishimiz kerak. Min sharri va min sharri va min sharri va min sharri. Va min sharridan 3 keldi, min sharridan 1 keladi. Ham o'sha 4 til nunda ixfa qilib o'qiymiz. Ham yodlagancha diqqat qilmasak bir-biriga aralashtirib oladigan ahvollar kelib chiqadi. Yuqorqi tajvid qoidalariga, eskartilgan o'rinlarga diqqat qilish bilan o'qisak bo'ladi.
Bugungi darsimiz shu yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.